Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet münasebetlik mezmunlardan öteki mesih kılış hakkındaki bab münasebetlik hadislerini okup ötümüz. Hem de öteki mesih kılış meselesi sünni ulemalar mujtehidler arasında hiç qanday bir ixtilaf bo'lgan mesele emas. Umuman elib etqa vaqtida. Hatta bir kısım ulemalar bu mutawatir mesele deb qaragan. Çünkü bu mutawatir demek bir meseleni inkar qılınmagıdek derecedeki köp adamlar rivayet qılgan meseleni mutawatir deb qaraydı. Hatta Hasanul Basri rahmetullahi aleyh bu vaqtda 70 sahabeninki öteki mesih qılganlık hakkında rivayeti var deb qaragan. Hatta İbnül Munzir'e o'xshash bir kısım ulemalar bu jihatda bu mesela bir adam ötek kelgan bo'lsa, putni yuvgan afzalmi yoki masih qilgan afzalmi degan masaladami? Putni masih qilgan afzal, chunki Rafiziylar, Xavarishlar bu masalani inkor qilg'achqa sunnat ihyo qilish asosida buni shu masihni afzal deb qaragan. Undaqda bu 202 numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu hadisda bizga Asbagh ibn Farajul Misri degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu Asbagh degan kishiniki tarjimali boshda o'tgan. Bu kishi Abdullah ibn Vahb degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Endi bu Asbagh shu Abdullah ibn Vahb, ya'ni ibn Vahb degan kishiniki bir kotibi ekanda, qog'ozchisi hamda qog'oz binasi tayyorlab beradigan bir adam ekan. Ikkisi undaqda ustoz shogirdlik munosabati bor deyishga bo'ladi bu yerda. Bu İbn Vahb, Abu Abdullah ibn Vahb el-Qurashiyul Misri deymiz. Bu Misrliklar ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan buyuk allomalardan bu kishi. Bu kishi deydi, menga Amr hadis so'zlab bergan, ya'ni Umar hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zatmi Misrning ayni davrdagi dаңliq faqisi va qarisi degan shu Ansarilar tutishdi. Bu kishi 148-yili Misrda o'lib ketgan buyuk muhaddislardir. Bu kishi deydi, bizga Abu Nazr degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining ismi Salim ibn Abi Umayyah al-Qurashi. Umar Abdullah degan kishiniki ozodkirchisi ekan, ham yozuvchisi ekan. Bu kishi 129-yili o'lib ketgan. Bu zat Abi Salimat ibn Abdurrahman degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishining tarjimali o'tgan Abdurrahman ibn Avfninki navr-chavrlarga to'g'ri keldi deb biz boshda o'tgan. Madinaning dаңliq faqihlardan hisoblanadigan zat. Bu kishi Abdullah ibn Umardan. Bu Umar ibn Xattobning o'g'li, buyuk sahoba. Bu kishi Sa'd ibn Abi Waqqasdan rivoyat qilyapti. Ya'ni sahobadan hadis rivoyat qilyapti bu yerda. Bu Sa'd ibn Abi Waqqas buyuk sahobalardan. Bu kishining tarjimalimi boshda o'tgan. Demak bu hadisni rivoyat qiluvchilar bir-biriga chambarchas zich bog'langanlarda sahobadan, tabiindan rivoyat qilyapti. Uning ustiga ko'plari Quraysh jamoatidan bo'lar hamda. Hamda Sa'd ibn Abi Waqqas payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilib, payg'ambar alayhisolatu vasallam o'takki masih qilgan deb shu rivoyatni bergan. Abdullah ibn Umar dadisi Umar radhiyallohu anhudan shu haqda so'rabdi. Dadisimi? Ha degan. Sana Sa'd bir hadis so'zlab bersa payg'ambar sallam nomidan, sen bu hadisni boshqalardan so'rab yurib, avarumma so'rab yurma degan. Ya'ni Umar ibn Xattob Sa'd ibn Abi Waqqasga bu yerda kuchlik darajada baho beryapti bu jihatda. Endi Musa ibn Uqba degan buyuk ravi shunday deydi, menga Abu Nazr xabar berganki, Abu Salama Sa'd Abu Salamaga mush hadis so'zlab bergan ekan dedi. Umarmi Abdullah ibn Umarga oshnoga o'xshashroq gapni qilgan ekan dedi. Undaqda bu hadisni oxirida Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bir necha ravilarning tabiin o'xshagan masalan kishilarniki ko'z qarashlari bilan taxmo ma'nosini bakrak yo'rtibyotdi. Hamda bu masalani Abdullah ibn Umardan so'rashi, Sa'd ibn Abi Waqqas bilan munosabati nima sababdan Abdullah ibn Umar bilmamdi degan vaqtida balkim
Abdullah ibn Ömer'den hem de ne sebepten o hem de bu meseleni tez bilmegenligi tasa iniq emas. Hatta ba'ziler Abdullah ibn Ömer'ninki nazarda bu mesele deganni safarda qilishga bo'lmaydi yoki muqim holatida bo'ladi deb qaragan bo'lishi mumkin. Shunlashqa bu meselesi taza ma'lumot bo'lmasligi mumkin degan. Chunki Abdullah ibn Ömer Iroqqa borgan vaqtida Sa'd ibn Abi Waqqasning o'taki mesih qilayotganligini ko'rib, buni inkor qilgan. Va bu o'taki mesih qilamsa degandekda, masalan. Shu vaqtida Sa'd ibn Abi Waqqas Iroqning Kufining ayni vaqtdagi amiri. Sa'd ibn Abi Waqqasmi boshqa javob bermay, dadangdan so'ralam deb qo'ygan. Dadangdan so'ralam degan. Shunga Umar ibn Xattobdan dadasining qishig'iga kelib, Abdullah ibn Umar so'ragan. So'raganda dadasi Abdullah ibn Umarga sal qayg'anda qilib, "Sa'd bir narsani deb bersa sana boshqa odamdan so'rab jimjima bo'lam" deb shunaq degan. Bir qism ulamolar bu yerda Abdullah ibn Umarninki bu meseleni inkor qilganligini hatto boshqa ma'nodanmi bog'lab boqqan. Bu yerda bu safarda durust o'taki mesel qilish, muqim holatda durust emas deb qaragan bo'lishi mumkin. Shunglashqa Sa'd ibn Abi Waqqasning mesel qilganligini inkor qilgan bo'lishi mumkin deb bundan qaragan. Demak bu yerda Abdullah ibn Umarninki bu meseleni inkor qilganligini ulamolar xilma-xil jihatdan bog'lab boqqan. Chunki Abdullah ibn Umar buyuk cho'ng sahobalardan hisoblandi. Ya'ni ulamolarninki qarshida Abdullah ibn Umar payg'ambarimizning o'taki mesel qilganligini bilmagdak darajada emas deb shunga bu bir necha xil ta'vilni o'tirib qo'yib boqqan bo'lishi mumkin. Undaqda 203 nomorlik hadisda Imom Buxoriy nima deydi? Bumi yuqorqi bobniki ergashmasi. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Amr ibn Xolid al-Harrani degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu kishi Abul Hasan Harrani degan kunyasi bilan mashhur. Harran bugungi kunda shu Suriyada, ya'ni bu Iroq bilan Sham orasida ayni vaqtida Jazir degan rayonlar borda, Oralamda. Shu Oral rayonida ikki cho'ng daryo bor. Shu daryoning orasidagi joylarga joylashgan. U bo'lsin Dejli daryosi bilan Furat daryosi. Bu zot Imom Buxoriyninki buyuk ustozlaridan o'zi ishonchlik deb ta'riflangan muhaddislar tarafidan Misrda 229-yil o'lib ketgan buyuk ravi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida hujjat, ishonchlik, rostchil degandek baholarni bergan bu kishiga. Bu zot Misrda Lays ibn Sa'd degan Misrning taniq ayni vaqtdagi ulamosida o'qigan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu kishidan bir necha masalalardan mushkishda rivoyat qilgan. Shunglashqa bu odam bizga Lays hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Lays ibn Sa'd degan mashhur Misrning ayni vaqtdagi ulamosi. Hatta Imom Shofiy rahmatullohi alayhi Imom Malikdan olimroq, faqirroq deb sifatlagan buyuk bir ulamo. Bu kishining tarjimonini boshda biz so'zlab bo'lgan. Bu kishi Yahya ibn Sa'id degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishi Yahya ibn Sa'id al-Ansari nomi bilan boshda biz Kitobul Vahida tarjimali boshda o'tgan. Sa'd ibn Ibrohim degan kishidan hadis rivoyat qilyapti, Yahya degan kishi. Sa'd bo'lsa Madinalik o'ziga oid buyuk tobiinlardan ko'p hadis rivoyat qilgan ravi. O'z zamonida Madinaning qozilik maqomida o'tgan buyuk zot. Bu kishi Hijriya 55-yili tug'ilgan, Hijriya 127-yili o'lib ketgan. Bu kishi buyuk sahoba Abdurrahman ibn Avf degan kishiniki navirsi bo'ladi. Nurg'un sahobalar o'qigan, jumladan Abdullah ibn Umar, Jabir ibn Abdullah qatorliq sahobalarda. Ulamolar baho bergan vaqtida hadislarni aytdi ko'p, o'zi ishonchlik degan baholarni bergan. Imom Ahmad ibn Hanbal fozil, ishonchlik odam edi deydi. Undan boshqa nurg'un ulamolar bu kishiga yaxshi baholarni bergan. Bu kishi bu hadisni Nafi ibn Jubayr degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Bu buyuk sahoba Jubayr ibn Mut'im degan sahobaninki o'g'li bo'ladi. Bu kishimi o'z vaqtidagi ishonchlik hadis rivoyat qilgan buyuk bir peshvo imom.
Öz dövründeki nəhayət yaxşı isilladın. Bu kişi bunda piyadəc qıldığan adam ekan da, tөгісini götürüp piyadəc qıldığan. 99 yılı Süleyman ibn Abdülmelik'nin zamanında ölüp ketken. Bu Nafi ibn Cübeyr, Urvet ibn Mughire degan kişiden hadis rivayet kıladı. Onda vaqtda Urvet ibn Mughire büyük sahabe Mughire ibn Şube'ninki oğlu. Bu kişi mi tabi'in. Dadısından bir net hadislerini rivayet kılganda. Haccac ibn Yusuf Saqafi'ninki zamanında Kufi'nin emiri bolgan. Çünkü dadısı mı aynı vaqtda Kufi'ge emir bolgan bu adam. Özüne ait akıllık, şereplik, xalqlarni aytib gapini anglaydigan adam. Ama sal ko'zi olg'ayroq ekanda, Hijriya 87-yili Kufada o'lib ketgan büyük bir tabiin deyishga bo'ladi. Bu kishi hamda dadisi Mughira ibn Shu'badan rivoyat qilyapti bu hadisni. Yani biraz Mughira ibn Shu'baninki hayoti bilan to'xtalib o'taylik. Mughira ibn Shu'ba hijratdan burun, ya'ni 23 yil burun tug'ilgan hijratdan. Undaqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik kelishdan 10 yıl burun tug'ilgan deyishib bo'ldi, 13 yıl. Undaqda Rasulullahdan xillam kichik bu adam. O'zi Hijriya 50-yili o'lib ketgan. Bu kishiniki tug'ilgan juti o'zi Saqifi deyishdi. Mughira ibn Shu'ba Saqifi deymiz. Taiflik ekanligi kelib chiqyapti bu yerda. Taifda cho'ng'ilgan, nurg'un safarlarni qilgan. Ammo bu adam Xandak urushi jilnisi musulmon bo'lib Peygamberimizin huzuriga kelgan. Bu zatniki büyük süpti Araplar ichida 4 aqlliq dahi bor. Zirek, eng zirek 4 zirek bu Arap ichida dunyo tarixda mashhur bo'lgan. Shu 4 dahiniki birsi mush kishi, birsi Umar ibn As. Shunlashqa Imom Tabari deydi, har qanday maslik duch kelsa, şu meselden bir amallını qilib chiqtalaydi deydi, zirakligidan. Shuni hal qilib şu to'salg'ini yeshalaydi ekanda. Shunlashqa o'zinki do'stlari bu odamga baho berib, bir shayning 8 darvozasi bo'lsa, 8 darvozasining hammasi taqoqliq bo'lsa, bir hiylalarni izlab, shu hammishikdan chiqtalaydi deb işte baho bergan. Bu sahabe şu 4 xalifaninki davrida bo'libmiş, Hazreti Ömer'ninki davrlarida ko'proq amal tutgan, şu Kufining, Basrining ayni vaqtdagi amir valisi bo'lgan. Ham şu Iroq, Paris elidagi urushlarda ko'p xizmatlarni ko'rsatgan. Sahobalar ichida bu odamniki nihoyatda ko'p xotin og'alliqi hayotida tasvirlangan. 80 dan ortiq ayolni, qiz bolani olgan deyilibdi. Bu zat Peygamberimizin namıdan şundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özüne bir hacetiga chiqqan deydi. Yani terasini doğul chiqqan demakçide. Endi bu Mughira ibn Shu'ba bir çaynak suvni elib Rasulullahning kenidan erishib mapti. Peygamberimizga bir xizmat qilib olay deb bir xushallanarlik, bir iftixor his qilgan holatda suvni elib maqan. Peygamberimiz o'ziniki hajetidan bekor bo'lganda Rasulullahga suv quyib bergan. Peygamberimiz şu aralıkta taharet edip işki öteki mesih kılgan. Demek Mughira ibn Shu'ba Peygamberimizin öteki mesih kılganlıkını muşu halette kögen. Şunu bunu keyinki kişilerge dep bergen. Bu nerede bo'lgan vaqa deganda bu Tabuk g'azotida bo'lgan vaqa ayni vaqtida. Asli bu Tabuk g'azotida endi bu dalada yurgandan keyin shu yerda bir Arabiy qiz uchragan ekanda, bu chedirda bo'lsa kerak. Şu qizvoldi su ilib tarat ilovlaydi Peygamberimiz. Peygamberimiz derhal tarat hajatini sunduğul mağandan keyin Arabiy qizvolni qishiq berib Mughira bir chaynak suv deb suv so'rgan. Bu bir tulumdan quyib bergan bu suvni. Shunda Peygamber sallallohu alayhi vasallam Mughiraga degan. So'rab baqa qizvoldan. Ma terini açılgan terimi, açılmagan terimi degende, voy men açılgandim degan. Çünkü tulum ülek hayvanning terisidan yasalgan tulum ekan. Endi İmam Buxoriy rahmetullohi alayh 4-numurlik hadisda yana mundaq deydi, yuqorqi bob bilan munosabati bor. Bu hadisda bizga Abu Nuaym hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Fazl ibn Dukay nomi bilan mashhur bo'lgan İmam Buxoriyning buyuk ustozlaridan baş tarjima qilib o'tgan.
Bu kishi deydi bizga Shaybon hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Shaybon ibn Abdurrahman an-Nahviy nomi bilan mashhur bo'lgan kishi. Bu kishi Yahya'dan, Yahya Abi Salmadan, Abi Salma Ja'far ibn Umardan ve İbn Umayyah Zamri'dan bu ikkalaridan rivoyat qilgan. Dadisi bu odamga xabar berib, u kishi payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'taki masih qilganligini ko'rgan ekan. Shuni deb bergan. Bu yerda hamda Ja'far degan kishidan boshqa ve Ömür ibn Umeyye degan kishidan boshqa kishilarning tarjimali boshda o'tgan. Endi biz Ja'far ibn Amr degan kishi kim o deganda Ja'far ibn Amr ibn Umeyye Zamri nomi bilan mashhur büyük kishi bu hamda. Bu Abdülmelik ibn Marwan bilan emildash tuqqan akfu yani xalifa bilan da o'zi büyük tabi'in 95-yil o'lib ketgan büyük bir ravi. Yani bu Ja'far Amr ibn Umayyadan rivoyat qilyapti bu hadisni. Amr ibn Umayya undaqda bu yerda dadisi. Bu kishi mushriklar tarafdori bo'lib Uhud va Badr g'azotida payg'ambarimizga qarshi urush qilgan. Uhud g'azotidan keyin mushriklar qaytib ketgandan keyin musulmon bo'lgan. O'sha arablar aytgan aytibek batur, jur'atlik bir odam. Bu kishiningki keyingi mezgilda siyosiy jihatdan nurg'un urushlarga payg'ambarimiz bilan birga qatnashib, ilmiy jihatdan 20 hadis rivoyat qilganligi xotirlangan. Bu kishi Madinada Hijriy 60-yil o'lib ketgan büyük sahoba. Demak, bu zot o'zining o'g'liga payg'ambarimizningki o'taki masih qilganligi haqidagi ma'lumotni yetkazayotdi bu yerda. Bu hadisga yani Shaybonga dedi bu hadisni rivoyat qilgan başdaki o'tgan Shaybon degan raviga Harb ibn Shaddad, Abbon, Yahya degan kishidan hadis rivoyat qilib Shaybonga ergashgan dedi. Demak, bu hadisni Shaybon Yahyadan yana bir rivoyat qilgan bo'lsa, Harb ibn Shaddad bilan Abbon Yahyadan bularni bir rivoyat qilgan demakchi. Undaqda 205-numurli hadisda bu yuqorqi bobniki oyog'i İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Abdan hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Abdan Abdullah ibn Osman degan laqab bilan mashhur bo'lgan büyük hafiz ayni vaqtidagi. Bu kishi İmam Buxoriyning ustozlaridan. Bu kishi deydi bizga Abdullah xabar bergan dedi. Bu kishi Abdullah ibn Muborak nomi bilan mashhur bo'lgan islomning büyük shayxlaridan bosh tarjimali o'tgan. Bu kishi deydi bizga Avza'i hadis so'zlab bergan edi dedi. İmam Avza'ining ismi Abdurrahman. Bu kishining tarjimalim o'tgan. Bu kishi Yahyadan, Abu Salmadan, Abu Salma Ja'far ibn Amrdan, bu kishi dadisidan. Amr ibn Umayya boshqa raviylar shu bo'laymisi. Bu kishi deydi men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki o'tkiga va sallisiga masih qilganligini ko'rgan edim dedi. Salliga masih qilish masalasi bizga nisbatan bakrak yangroq masala bo'lishi mumkin. Chunki Hanifi mazhabning ulamolari salliga masih qilishni umuman ilpetqa vaqtida bo'la cheklab kelgan. Ammo Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh mesela o'takka masih qilganga o'xshash ashta shartlarni hozirlagan bo'lsa, taratni ilib boshqa masihni qilib uning yog'i sallini yo'g'igan bo'lsa, bu odam keyin salliga masih qilsa bo'ladi, o'taki masih qilganga o'xshash deb qaragan. Chunki uni yuvish, nima yeshish bir avorchilik hamda sallilar bizning shu vatanniki o'xshash chin yo'g'iladi hamda ayni vaqtida. Ammo bu masalaga masalan Qur'oni Karimdagi 5 masih qilinglar degan oyat orqali Qur'oni Karimda bosh degan deb buni tanqidlaydigan, bu salliga masih qilish masalasini qabul qilmaydigan ulamolarmi nayt ko'p. Salliga masih qilish bo'ladi degan qarashni yoqlovchilar hatto Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning salliga masih qilganligini bu yerda qayd qilib o'tgan. Xo'sh, bu hadisga hamda Avza'iga Ma'mar Yahyadan Abi Salmadan Amrdan ergashgan deydi. Yani demek bu hadisni Avza'imu rivoyat qilgan, Ma'mar ibn Rashidmi boshqa shaklda rivoyat qilgan yuqorqi raviylardan deb shunday deb qaragan.
Bugungi darsimiz müşahiç bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.